Tezkor xabar. Torrensa ayoli Indianada o'lik holda topildi. Indiana shtatida joylashgan tashlandiq hududda noma'lum ayol jasadi topildi. Rasmiylar tasdiqladi. Bu bir necha kun avval JFK aeroportida g'oyib bo'lgan ayol. Eslaylik, bu ayol aeroportda Torrensa Respublikasi deb yozilgan pasport bilan ushlangan edi. Bu davlat hech bir xaritada yo'q, hech bir ro'yxatda mavjud emas. So'roq paytida u bir og'iz so'z demadi, faqat bo'sh nigoh bilan xodimlarga tikilgancha o'tirgan. Bir necha soatdan so'ng kuzatuv kameralarida uning tanasi sekin-asta g'oyib bo'layotgani aks etgan. Endi esa u yana paydo bo'ldi, ammo bu safar o'lik holda. Tergovchilar holatni tushuntirib bo'lmaydigan deb atashmoqda. TikTokda bu voqea bo'yicha millionlab nazariyalar tarqalmoqda. Kimdir buni raqamli manipulyatsiya desa, boshqalar bu boshqa o'lchovdan kelgan hodisa deb hisoblamoqda. Kim edi Torrensa ayoli? U qayerdan kelgan? Va eng muhim savol, qanday qilib yana paydo bo'ldi?